Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan dush texnik. Bugun sizlar bilan mana shunday chiroyli zamonaviy dush kabinalar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, juda foydali ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Hozirgi kunga kelib dush kabinalar ommalashib bormoqda. Endi tabiiyki ko'pchilikda savol paydo bo'ladi. Bu dush kabinalarni qo'yish kerakmi? Foydali tomonlari bormi? Ana shular haqida gaplashamiz. Bu dush kabinalari 5 ta siz uchun foydali va qulay tomonini batafsil tushuntiraman. Birinchisi, dush kabinani narxi qulay. Hammom qildirganingizdan ko'ra ancha arzon tushadi. Agar hammom qildiradigan bo'lsangiz, bitta ustaga bo'lmadi deganda 3 million yoki 4 million pul berasiz bitguncha. Lekin o'sha 3-4 million pulga tayyor kabinalar olsangiz bo'ladi. Ikkinchi tomoni tez bitadi. Bu dush kabinalari oddiysini 4 soat teradi ustalar. Murakkabrog'i bo'ladigan bo'lsa 6 soatcha teradi. Xullas, ishingiz suv montajlari bilan bir kunda bitadi. Buni uchinchi plus tomoni esa issiq suvini ochganingizda ichidan o'sha issiq suv bilan par bo'lib isishi. Endi to'rtinchi plus tomoni buni tagidagi vannasi. Tagidagi vannasi akril materialdan bo'lgan. Akril material tushunishingni uchun aytaman, stiklo tola bilan plastmassani qavat-qavat qilib, mukammal qilib quyilgan. Buni foyda tomoni sovuq, zak degan narsani esdan chiqarasiz. Shamollash, revmatizm degan narsalar bo'lmaydi. Endi buni 5-foydali tomoni. Eng qiziq joyiga keldik. Bu dush kabinani mabodo o'rnatgan joyingiz, masalan, qayga qo'ysangiz bo'lsa, asli bu dush kabina joy tanlamaydi. Joyingiz bitganmi, tayyor remont bo'lganmi, farqi yo'q, bitta burchakka olib borib qo'yasiz. Bitta 50 li trubada gilam bo'lsa, gilamni ustiga qo'yib turib, gilamni teshib, polni teshib, tashqariga chiqarib yuborasiz kanalizatsiyasini. Bitta sovuq suv olib kirasiz, yoniga ariston ilasiz, imkon darajasida yaqinroqqa ilib, issiq suv, sovuq suv ulaysiz, ishlayveradi. Endi mabodo planingiz o'zgarib qoladigan bo'lsa, bu kabinani sekin buzib, yig'ishtirib, boshqa yoqqa olib borib, yana tiklab ishlataversangiz bo'laveradi. Narigi hammomni mabodo planingiz o'zgarib qoladigan bo'lsa, buzish kerak bo'ladi. Mana shu 5-asosiy plus tomoni. Endi kimda qanaqa savollar bor? Kimda qanaqa savollar tug'ildi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Har bitta kommentariyani o'zim alohida o'qiyman. Har bittaniga qo'ldan kelganicha javob beraman. Agar mavzuing, savolinglar qiziqroq bo'ladigan bo'lsa, alohida video qilib tayyorlashga harakat qilaman. Qo'ldan kelganicha. Xo'p, dush kabinalar agar kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, xudo xolasa, qo'ldan kelganicha. Narxlarimiz qulay, bemalol boshqa yerga solishtirib ko'rsanglar bo'laveradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, opisaniyada nomerlarimiz qoldirib ketamiz. Xo'p, kanalga o'tsanglar hamma ma'lumotlar bor. Telegram kanal, Instagram, xo'p, YouTube, TikTok, har bittasida hammasini batafsil qo'yib ketganmiz. Bemalol bog'lanib, telefon qilib yoki Telegramdan yozib, xohlasanglar zakaz bersanglar, xohlasanglar ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p qavatli binolarimizga ham mana shundoq dushovoy kabinalarni qo'yib ketishyapti, juda chiroyli o'rnayapti. Agar kimdir biz bilan ishlamoqchi bo'lsa, mana shu dush kabinalarni o'sha o'zini binosiga qanchadir ko'proq miqdorda qo'ymoqchi bo'lsa, chiroyli narxlarda olib borib, yetkazib beramiz. O'zini professional ustalarini ham agar kerak bo'lsa beramiz, chiroyli qilib o'rnatib, ishlarini bitirib kelishadi. Biz ana shunday qurilish firmalarini biz bilan hamkorlikka taklif qilib qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Obunani bosib qo'ying, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Xo'p, qo'limizdan kelganicha ma'lumotlarni beryapmiz. Xudo xolasa like tugmasini bosdingiz deb umid qilamiz. Like tugmasini bosib qo'ying. Nimaga like tugmasini bossangiz, ijtimoiy tarmoqlar ko'pchilikka ko'rsatadi. Bu qiziqroq narsa shekilli deb turib, odamlar qiziqyapti deb ko'pchilikka ko'rsatadi. Bizning mehnatimiz, shuncha qilgan mehnatimiz bir chekkada qolib ketmaydi, ko'pchilik ko'rishga sababchi bo'ladi, xudo xolasa. Ana shuning uchun like bosing, komment yozing deb sizlardan kutib qolamiz. Xo'p, bizni kuzatishga nimaga davom etasiz? Mana shu savolga ham javob berib o'tib ketaman. Xo'p, bizda shunchaki quruq gap so'z bo'lmaydi. Bizda bor narsani ko'rsatib, yoritib berishga harakat qilamiz.
Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni kuzatib borganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz.